Barchalarga assalomu alaykum. Bugun 19-iyul, kunga yakshanba. Namangan viloyati Chodakdamiz. Chodakda asal kelishini kutyapmiz. Asal hali kelgan yo'q. Ozginadan kelishda boshladi. Atrof mana endi haqiqiy gullarini chiqarishda boshladi. Gulladi. So'radim ko'pchilikdan. Mana bu sinyak quriyotganda chiqadi deyishdi asalda. Shuning uchun asalni kutib o'tiribmiz. Qarilarimiz ishlab gulchanglari ham olib kelyapti ekan. Ovqatlarni ham olib kelyapti. Hammasini nazorat qilib chiqdim. Qarilar endi jicha-jichadan oqartirishni boshlashdi. Qarilarimiz kuchsiz bo'lib ketgan, kuchligi ham bor. Atotkalar, mana ular hammasi atotka. 4 romka, 2 romka, 3 romka. Mana qarilarimiz ham ko'pi kuchsizroq. Mana. Endi nima demoqchiman? Shu asalarichilik boqishda bu yilgi olgan katta opitlarimdan biri, ya'ni har yili nimadir olasiz va o'sha ishni qilishda harakat qilasiz. Mana ular yaxshi. Bular уже ikkita korpus, ikkita magazinda ishlashyapti. Bularda ham shunaqa, bular asal olib keladi. Ular mana ikkitadan magazin. Ular endi kuchsizroq atotkalar. Endi bu yil shunaqa opitga ega bo'ldimki, uzoq joylarga olib kelayotganda aniq onarini yangilagan holatda va bir 3 romka, 4 romka qilib olib kelish kerak. Bu aralar kuchli bo'lgan. Biz sirazi asalga ishlaymiz dedik. Mana 19-iyundan boshlab asal kelishni boshladi. Bu degani 2 oy bizda imkoniyat bor edi. Yangi matkalarni ko'paytirib, hamma uyalarni yangi qilib chiqarsak bo'lardi. Endi bu har doim o'zingizni malakangizdan kelib chiqib qiladi ko'pchilik. Buni biladi, lekin men o'zimda shuni amin bo'ldim. Ya'ni arilarda har doim toqqa, uzoq joylarga olib borayotganda matkasini yangilagan holatda ona arisini 3 romka, 4 romkaga tayyor qilib olib borish tavsiya qilinadi. Men shunga amin bo'ldim. Bundan tashqari bunaqa uzoq joylarga olib kelayotganda ovqatlarini iloji boricha ko'proq holatda qo'yish kerak. Bo'lmasa ko'paytirish jarayonida ovqatlarini berib turish kerak. Bizda 1,5 oy, 1 oydan beri ovqat bermaganman. Vaziyati yaxshi, endi sekin arilar izolyatsiya bo'ldi. Xudo bersa, endi tabiatdan shira kelib qolsa, asalarilarimiz ishlab tashlaydi. Yengil chiqishyapti. Uni teraklar tagida suv bor. Mag'day suvlar hammasi qurib ketdi. Mana bu yoqda endi sinyaklar endi gullagan. Mana shular jicha qurish davrida shirani zo'r ajratadi deyishdi. Mana bular hammasi mana bunaqa sinyak. Arilar uchyapti. Arilarimiz bor. Rasmini. Buni asali ozgina yashil tusda bo'lar ekan. Yashil tusda bo'lgani bunaqa ko'rdim hozir. Uje bir tomchi, 2 tomchidan sekin olib kelishni boshladi. Olib keladi endi. Keyin yana shu narsaga amin bo'ldimki, ko'p bunaqa ko'p partiya kerak emas ekan. Arini 2 ta yoki 3 ta pastkaga bo'lgan yaxshi. 35 ta 40 ta qilib bitta porterga mos qilib yoki bitta Isuzuga mos qilib olib kelish yaxshi ekan.
Chunki 10 tasini olib tushib ketganman. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, mana metta yo'q. Mana metta yo'q, aytda yo'q. Beteladi paxtaga, u yerda ikkita yo'q. Ularni paxtaga olib tushdim. Paxtada zo'r shira kelyapti. Bu yerda ham endi kelib qoladi. Kutyapmiz endi umid qilib. Asalni olishni reja qilyapmiz. Endi bu yil olamiz, xudo xolasa. Niyat yaxshi. Arilarimiz zo'r ishlayapti. Yana nimalar haqida gapirishimiz mumkin? Suv bor, tabiat yaxshi. Onarilar tuxum qo'yyapti. 5-6 ta mashinalarda bunaqa suvchilarni olib qo'ydim. Paxtada turgan arilarimni kengaytirishim kerak. Ular to'ldirib tashlashdi. Bu yilgi opit shunaqa bo'ldiki, onarilarni yangilagan holatda asalarilarni toqqa yoki boshqa joylarga ko'chirish tavsiya qilinadi. Bahorda agar men onarilarni ko'chirib ulardan rasplot olib berganimda bundan da yaxshi bo'lardi. Chunki yangi onari tug'ilganda va kuzda keyingi yilgi bahorda zo'r tuxum qo'yadi. Eski onarlarimiz ham zo'r tuxum qo'yayotgandi, lekin ro'yga kirib ketdi. Baribir tabiat bahor uzoq keldi. Shuni hisobiga rasplotlar ko'payib ketdi. Shuni hisobiga arilarimiz ozgina ro'yga kirdi. Eplab oldik, endi bag'iga ro'y yo'q. Bag'iga endi asal olamiz inshaalloh. Bundan tashqari endi bu yilgi planlarimiz, onari eng yaxshi yo'li bizga onari ekan. Chunki o'zimiz yonimizda bo'ladi. Onarini bu yil yaxshi onari chiqaramiz. Chunki o'zimizning onarilar ko'pi mana asalar o'rmon xo'jaligidagi arilar ro'yga kirdi. Bular 85% kirgan yo'q, 15% kirdi. Lekin bularda 85% ro'yga kirdi. Teskari bo'ldi. Shuning uchun matkani har doim o'zimiz chiqaramiz. Bu yil urchigan onarilar sotamiz endi. Zakazlarni olib, chunki o'zimizda uya bor. Uyalar quyib qo'ydik. Hammasi bir romkada urchiydi. Boshqa texnologiyani bu yil qilib ko'rdim. Yaxshi effekt berdi. Shuni hisobiga endi bu yil onarilarda pastkani ko'taramiz. Ya'ni bahorda bular hammasi zo'r qishdan chiqib olsa, bir romka, katta romkada onarilarni urchitamiz. Buni men Oltin akadan o'rgandim va bu yil sinab ko'rdim. Yaxshi effekt berdi. Arilarimizni ko'radigan bo'lsak, kutib turishibdi mana. Kutib turishibdi, mana ozginadan kelyapti. Ko'k, asal ko'k. Shunaqa kuchlilari ham bor, kuchsizlari ham bor. Bu kuchliroq ekan. O'rtacha asal zo'r kelvormayapti. Endi kelishni boshlaydi. Asal kelganda yaxshi natijani olamiz inshaalloh. Arilarimiz yomon emas. Hozir aniq hisobimda shu 500 kilo 1 tonna asalni olamiz inshaalloh. Chunki men endi ko'rdim, tabiatda endi uyg'onyapti. Mana endi o'ni tomonlar, teva tomonlar endi gullayapti. Demak, mashaqlar ham gullab bo'lsa, mana mayaqlar yaxshi, xullas. Yaxshi olamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi boshqa qiladigan ish dorilash masalasi bo'lsa, men dorilamayman. 1 yilda 1 marta yoki 2 marta dorilayman. Bu ham kuzda va erta bahorda. Hozirgi paytda tropika kana deyishyapti.
tropaykana bo'ladigan bo'lsa, onarini izolyatsiya qilib berish kerak. Hozir men mashishni o'zim qildim. Tabiiy qildim. Chunki ovqat berilmadi. Onari tuxumdan to'xtadi. To'xtagandan keyin rasplod qo'yish почти tugadi. Shuning uchun endi shu tropaykanalar o'lgan bo'lsa, ular doralash ham shart emas. O'zi lichinka bo'lmasa, o'zlari o'lib ketaveradi. Eng asosiysi onarini izolyatsiya qilib qo'ysangiz, ham asalga ishlaydi ko'pari, ham kanadan himoya bo'lasiz. Ana oyoqlarda rosa endi gullayapti. Olamiz, xudo xolasa, tabiatimiz zo'r. Daraxtlar ko'kargan. Nasib qilsa asal olamiz, asal olishni ko'rsatamiz. Asal olganimizdan keyin bular pastga olib tushamiz. Pastga endi qishga tayyorgarlik, dorilash, kanasiga dorilaymiz. Ko'proq ari chiqarib olamiz, chunki qishga kirish kerak. Avgust oyida, sentyabr oyida chiqqan arilar qishga kiradi. Shuning uchun 2027-yilda sezonda tayyorgarlik ko'rish kerak. Baribir kuzga qanday qishga kirsiz, bahorda shunaqa natija olasiz. Bu yil ko'p ari, menimcha yarmini sotib yuboraman. Qiynalib ketdim. Sotaman deyman, sotdim ham. Baribir kamaymaydi, bular baraka. Ko'payadi. Bu yil mana 200 taga chiqdik. O'tgan yil 85 ta edi, undan oldingi yil 35 ta edi. Keyingi yilga yana 100 tasini sotsak, 200 ta 250 ta yana ari qilib olamiz. Yaqinroq joylarga olib boramiz endi. Yaqinroq o'zimizda ham tochkalarni ko'rdim. Paxtalarda juda baribir plantatsiya qilingan gul ko'p joylar, bu paxtazorlar, bunaqa tog'larda ham nisbatan kamroq keladi shiramiz. Endi har yili opit. Bu yil mana 6-yil bo'lsa, 6-yilda o'zimizni yo'nalishimizni topib, asal yo'nalishga bu yil ishlaymiz dedik. Mana 1-yilda asal yo'nalishda qiynaldik. Har doim shunday bo'ladi. Men buni to'g'ri qabul qilyapman. Chunki kuchli ari qilib olib kiraman deb kuchli qilib olib keldim. Qarasamki, yana asal kelishiga 1,5 oy vaqt bo'lgan. 1,5 oy vaqtda ro'yga kirib, arilar kuchsizlanib ketdi. Lekin ro'yga kirmaganlari ancha yaxshi, 12-16 romkada o'tiribdi. Arilar zo'r uchyapti. Mana shu 2 kundan beri ovqat kelishni boshlagan. Qanaqadir yashil asal kelyapti. Yashilmi, ko'kmi? Tatib ko'rdim. Shirasi kamroq ekan, lekin mazali. Bo'lmasa video olib qo'yay dedim. Bugun videoni qo'yib yuboraman. Har yakshanba kelaman toqqa. Juda tugadi, bu yerda qiladigan ish yo'q. Arini ko'rdim, romkalarni oldim. Bir 2 litr, 3 litr qiyom olib keldim. Baklashkada kuchsizlarga berdim. Sekin endi uyga qaytamiz. Videoni qo'llab-quvvatlab turinglar, videoga like bosib turinglar. Mana bunaqa uyalar chiqaryapmiz, asosiysi. Shu uyalardan zakaz qilinsa, bemalol berib yuboramiz. Xudo xolasa asal olish jarayonlarini ko'rsataman. Asal olish jarayonlarini paxtadagini agar imkon bo'lsa hozir ketyapti ko'rsatib ketaman. Buni ham short qilib qo'yib, chiroyli qilib videoga olib qo'yaman. Videoni qo'llab-quvvatlab turamiz. Videoga like bosib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.